Sohibjon Boboyev. Birinchi variant, ikkinchi masala. Temirdan yasalgan 56 gram plastinka dastlab xlorid kislota eritmasida ishlov berilganda 0,1 mol gaz ajraldi. Plastinkani kislota eritmasidan olib, yuvib, kumush nitrat eritmasiga botirilganda massasi dastlabki massaga nisbatan 10,4 gram og'ir keldi. Plastinka qoplangan kumush massasini aniqlang. Xo'sh, demak, temirdan yasalgan plastinka dastlab xlorid kislotaga, temir xlorid kislotaga tushirilganda temir 2 xlorid hosil bo'ladi. Demak, bu yoqqa 2 qo'yadigan bo'lsak, reaksiya teng. Ishlov berilganda 0,1 mol gaz ajraldi. Demak, 0,1 mol gaz ajralgan. Temirdan qancha sarflangan bo'ladi shunda? 0,1 mol. Yoki da 56 gram desak, demak bu 1 mol. Xo'p, masalani keyingi qismini yozib olamiz. Plastinkani kislota eritmasidan olib, yuvib, kumush nitrat eritmasiga botirilganda massasi dastlabki massaga nisbatan 10,4 gram og'ir keldi. Kumush nitrat. Temir 2 xlorid, temir 2 nitrat plus kumush. Bu yoqqa 2 qo'ysam va men bu joyga 2 qo'yadigan bo'lsam, reaksiyam teng. Plastinkaga qoplangan kumush massasini aniqlang. Mana bu demak massasi, temirda massasi 56 bo'ladigan bo'lsa, kumushda massasi 108 dan ikkitasi 216. 216 dan 56 ni ayirganimizda 160. Ya'ni ortish 160 ga to'g'ri kelyapti. 160 gramga ortgan. Bizda 10,4 gram og'ir keldi deyapti. Bizda plastinkamiz, ya'ni tasavvur qilinglar, idish bor edi. 56 gram plastinka tushirildi, yuvib olindi va chiqarildi. Va buni keyin kumush nitrat eritmasiga solinganda massa dastlabkiga nisbatan demak 10,4 gram og'ir kelibdi. Bizda 56 gram bor edi. 56 gram bor edi. Mana bu joyda demak 5,6 grami eridi, ya'ni sarflanib ketdi. 5,6 gram. Qanchasi qoladi? Demak 50,4 gram temir plastinka bor edi. Mana bu joyga demak 50,4 grami tushirilgan. Mana bu idishga yuvib olingandan keyin. Bundan qanchadir sarflangan, ya'ni hammasi sarflanib ketmagan. 56x sarflangan. 216x kelib qoplamaga mingan yana. Ya'ni qo'shilgan. Bizda ortish 160 ga bo'layotdi. 56 dan qanchaga ortish bo'ladi desam, men buni o'chirsam ham bo'ladi. 160x ga demak ortadi. Xo'sh, demak 50,4 bor edi. Buning ustiga 160 x demak kelib qoplangan. Bu degani 216 dan 56 dan 56 sarflanib 216 kelib qo'shildi desam, shu ortish bari 160 ga bo'ladi. Shuning uchun birato'g'ri ortishni oldim. Demak, mana shundan ayirib tashlasam, dastlabkini
Ya'ni dastlab 56 bor edi, sarflanmasdan oldin. 56 ni ayirib tashlaydigan bo'lsam, demak 10,4 gram kelgan og'irlik. Xo'p. Demak 160 x barobar 56 demak bu tarafga o'tsa plus o'tadi. 10,4 ga 56 qo'shiladi, ayriladi 50,4. 16 bu tarafda 16 qoladi keyin. Ya'ni buni bu yoqqa o'tkazib ayiramiz, buni qo'shamiz. Shunda 16 qoladi. X teng 0,1. Ya'ni 0,1 mol temir plastinka mana bu joydan sarflangan keyin. Shunda qancha kelib mingan bo'ladi ustiga? 216x kelib qo'shilgan bo'lsa, 216x edi. Demak 0,1 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsam, 21,6 gram kumush plastinka yopishgan, ya'ni plastinkaga yopishgan. 216 gram, 21,6 gram. Javob C.